Qachira xola bir nimalar varing kelinizda hamma mana Qachira xolamni o'ris kelin olganlar-da, o'g'illari o'zbek, kelinlari o'ris. O'shanga sizni fikringizni ayting bitta. Mani kelinim o'zbek kelindan 1000 marta yaxshi. Ana kuni nimaga bordim? Gulnoraxon. Iftorga bordim. Iftorga borsam, mani o'zimni esimda ham yo'q. Bechora kelinim o'zi tog'orani tayyorlab qo'yibdilar-da. Oyijon, xulbosh bormaysiz-ku, bir narsa olib borish kerak-ku deydi. O'zbekdan 1000 marta yaxshi-da. Yaxshimi? Million marta. Mayli, kim bo'lmasin. Yaxshi xudoga shukr. Taqishdi mana bir xil endi o'g'il bola yaxshi ko'rib qo'ydi. O'ris qizlarni, o'ris qizlar ham mana musulmon bo'ldi. Oyijonim deydi, Qachira xola. Oyijon, adajon deydi. Bo'ladi tepamda. Oyijon, adajon rosa mehribon. Shuning uchun aytaman, mana bolalar qo'sha qarsin, yaxshi o'g'il qizlar bersin. O'zingiz yaxshi xotin deysiz, yaxshi xotinsiz-da. Bular mana qudamlarni singlari bo'lar, Qachira xola. Opalari. Ну, хольмазу сингл дураманда. Потому что молодо выглядишь. Qachira, смотри. Спасибо, Какая ты красивая. Да. Rosa zo'r xotinlar. Ilohim bolalaringiz qo'sha qarab yaxshi o'g'il qizlar bersin. Rahmat. Bo'l iftorlarga mushtagan endi ketyapmiz assalom mana. Hammaga kattakon rahmat, xizmat qilganlarga ham, anaqa qilganlarga ham, yeb ichganlarga ham deydi-yu. Sog' bo'linglar, assalom, salomat bo'linglar.